Assalomu alaykum azizlar. Bugun 19-aprel sanasi. Haftaning 7-kunidamiz azizlar. Yo'llasizlar. Azizlar, kecha reklama qilgan ko'shlarimizdan 20 ming so'mlik ko'sh bilasizlar, to'lib turadi. Kecha klientlarimiz juda ham ko'p keldi. Xudo xolasa, bugun ham shunday bo'lib turibdi. Shoshilamiz. Ko'shlarimiz 20 ming so'mdan. Faqat tezroq kelinglar. Tugab qolsa xafa bo'lish yo'q. Yana keladingiz. Xudo xolasa keyingi partiyamiz inshaalloh katta partiya bo'ladi. Yana ko'shlar ko'rib turibsizlar. 20 ming so'mdan mut ko'shlarimiz. Qarang, hech vaj bo'lmaydigan ko'shlarni 20 ming so'mdan beryapmiz. Buni yuvib, siqib, xohlagan joyingizga kiyyorasiz. Bemalol ko'chaga ham, uyga ham hamma yoqqa bo'laveradigan ko'shlar. 20 ming so'mdan rasvetkalari bor. Bemalol kelaverasizlar. Ko'sh tashlagan mestamiz 9 etajdagi tovar metrajimiz bilasizlar. Ko'rpachali do'konlarimiz yonida bo'ladi azizlar. Yana har xil rasvetkalaridan bor. Bemalol kelib tanlab olib borasizlar. Xohlagan stilingizda, xohlagan razmeringizda yana videolarga yoshlarga, yoshlarimizga ham bor. 20 ming so'mdan shunchaki kulib qo'ydim. Mana ketdi, xudo xolasa 20 ming so'mdan tekis kela olasiz.